Assalomu alaykum va rahmatulloh. Поверните направо. Kecha jumadan chiqib ketayotsam, birodarim o'g'li bilan jumaga kelgan ekan. Keyin o'tinglar tashlab qo'yaman uylaringizgacha deb olsam, o'g'il bilan mashinaga o'tirishyapti. O'g'lim bu nima deb ikkita paketi bor ekan so'radi. Go'sht oldim dedi. Buncha go'shtga pulni qayerdan oldingiz? Dedi. Siz bergan pullarni to'plagandim dedi. Endi 6 kilo 7 kilo atrofdadir, katta paket ekan. Buncha pulni qayerdan oldingiz? Dedi. 600 rublim bor, 600 rublga oldim dedi. Oshnam hayron bo'lib, 600 rublga kim buncha go'sht berdi? Qayerdan oldingiz deb ochib qaradiki, hali yerda quruq suv ekan chog'imda. Go'sht yo'q. O'g'lim, bu yerda siz go'sht olmabsiz. Bu yerda suv ekan, quruq suv ekan deb qaytib gapirib, men atay shu suvayni tanlab suvayni oldim deyapti. Hali 7 yashar, 8 yashar bola. Nimaga deb qaytib savol bersa, men kecha deydi ayam bilan gaplashib o'tirib, nimaga har kuni ovqat qilganlaringda dadamga ham, o'zizga ham quruq suvayni solasizdan bizga go'sht solasiz desam, ayam dadang ham men ham quruq suv yeyishni yaxshi ko'ramiz dedi deyapti-da. O'shunga Поверните налево. sizlarga suv oldim deyapti-da. Hali yerda endi bir muzladim. Hech gap yo'q. Прямо. Bu yerda bir 12 километров. izohga o'rin yo'q-da. Shuni aynadan qarasam, ota bechora ko'zlari qizarib, dod deydigan holatda-da. Radioda oshini ko'tarish, aynani teskari qo'ydim, ko'zimizga tushmasin dedim. Bo'ldi, biz yetib keldik desa, tushib ketsa men ham bir bo'shanib olsam. Ular 20 minut atrofida yetdi uylariga. Hijolat bo'lmasin endi baribir deb ko'ziga qaramaslikka harakat qildim, lekin tushgan keyin rahmatli Alloh rozi bo'lsin. Allohga omonat deb xayrlashib, shuna qarasam o'sha 20 minut ichida ota bechora yig'lab, ko'zlari ishib, qizarib, musofirchilik ekan dedim. Shunaqa.